Muborak kunlarning ichida Arafa kuni bor. Arafa kuni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu Arafa kunida roza tutganlar 2 yil bonus bor. Ahtasibu indalloh an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. 2 yil bonus. O'tgan yil va kelajak bir yilning gunohini Alloh taolo kechiradi. Bu shunaqa aziz, shunaqa ulug' bir kun Alloh nazdida. Bu muborak kunda bu duolarni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, eng xayrli duo men va payg'ambarlar qilgan duo La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Bu duoni doim ayting. Xosatan Arafa kunida bu duoni ko'proq ayting. Ikkinchisi, Allohumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Uchinchi duo, Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Va keyingi duo, Allohumma Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Bu duolarni ko'proq ayting.